Assalomu alaykum do'stlar. Bugun hozir ko'pchilik Advanced'da hozir yangi fin chiqdi futbolda. Rainbow Flick degan ko'pchilik o'shani qilolmaydi. Bugun sizlar bilan o'sha fin qilishni o'rganamiz. Mana bu fin. Mana shu finni ko'pchilik qilishni bilmaydi. Hozir qilishni o'rganamiz sizlar bilan. Mana Neymar'da finti bu. Yemi. Mana mash finti bugun sizlar bilan qilib o'rganamiz. Uning uchun mana bu treningga kiramiz. Play settingsni bosib turib, mana fin command type'ni sizlarda easy turgan bo'ladi. Advanced'ga o'tirib qo'yamiz. Va kiramiz. Mana bu dash tugmachasini 3 marta ketma-ket bosamiz. Tez. Mana shu fin qiladi mana shunda. Ko'ringlar. Rainbow Flick fintini qiladi. Mana 3 marta ketma-ket tez bosasizlar, udar tepsizlar ham bo'ladi. Xohlaganinglarni qilasizlar. Oldidagi o'yinchilarni mana bunaqa qilib o'yinda olib o'tib ketasizlar. Hali bu to'liq o'xshamaydi hali. Yaqinda chiqqan fin bo'lgani uchun hamma o'yinchilarda to'liq o'xshay olmaydi. Mayli, sog' bo'lasizlar.